Qaysi metal zanglamaydigan po'lat tarkibiga kiradi? Xrom. Qaysi gaz o'tkir hidli va sarg'ish yashil rangli? Xlor. Reaksiya tezligini oshiruvchi moddalar. Katalizatorlar. Etanol qaysi moddalar sinfiga kiradi? Svet. Qaysi metal amfoter, mis yoki rux? Rux. pH 7 dan kichkina qiymatga ega bo'lsa, qanaqa muhit bo'ladi? Kislotalik. Elektrolizda anod elektrodini zaryadi qanaqa? Musbat. Glyukoza qaysi monosaxarid turiga kiradi? Geksoza. Qaysi metal eng yaxshi elektr o'tkazadi? Kumush. Ion almashish reaksiyasining bir belgisi. Cho'kma hosil bo'lish. Eng kichik zarracha atommi yoki molekulami? Atom. Qaysi gaz ohak suvini loyqalantiradi? Karbon zangidid. Qaysi metal vodorodni kislotadan siqib chiqaradi? Mis yoki rux? Rux. Aminokislota tarkibida kamida necha xil funksional guruh bor? 2 xil. Muvozanat doimiy qiymati nimaga bog'liq? Haroratga. Misning kimyoviy belgisi. Suv. Qaysi bog' birinchi uziladi? Sigma yoki pi? Pi bog'. Metanol zaharlimi? Ha. Dixromat anion tarkibida xrom oksidlanish darajasi. +6. 1 minut davomida 19 ta savoldan 19 tasiga to'g'ri javob berdik.